Varikotseliya kasalligi asosan erkaklarda uchraydi. Ko'pincha chap taraflama bo'ladi. Varikotseliya kasalligi urug' tizimchasining vena qon tomirlarining varikoz kengayishi deb ataladi. Ko'pincha bu kasallik yosh yigitlardan 20-25% uchraydi. Buni chap tarafda bo'lishiga asosiy sabablardan bittasi qon aylanish tizimining chap buyrak venasiga 90 gradus atrofida quyilishi sabab. Bundan tashqari vena spermatika degan qon tomirda klapanli apparat buzilishi sabab bo'ladi. 10 tarafda uchrashi mumkin qachonki ichki a'zolar teskarisiga yoki dekstrapozitsiya deymiz. Shundagina 10 taraflama uchraydi. 10 taraflama 100 mingdan bitta uchrashi mumkin. Shuning uchun juda kam uchraydi. Asosan chap taraflama bo'ladi. Varikotseliya kasalligining asosiy belgilari bu ko'pincha og'riqsiz o'tadi. Chap moyak sohasi biroz kattalashadi. Qisman qandaydir bir to'mtoq og'riqlar bo'lishi mumkin. Noxushlik bo'lishi mumkin. Chap moyak sohasida ko'rilganda qo'lga ilinadigan qon tomirlarini aniqlash mumkin. Bu kasallikning 3 ta darajasi bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Birinchi darajasini ko'pincha funksional tekshiruvlar, UZI, Doppler orqali aniqlaymiz. Ikkinchi darajasini paypaslash orqali aniqlashimiz mumkin. UZI, Doppler orqali aniqlashimiz mumkin. Uchinchi darajasi ko'rganning o'zida venalar bo'rtib turganini aniqlash mumkin bo'ladi. Bu 3-darajada. Endi 3-darajada yana qo'shimcha moyakning kichkinalashi ko'rinadi. Ba'zi bir adabiyotlarda yozilishi bo'yicha varikotseliya kasalligi bepushtlikka olib kelish ehtimoli bor. Ko'pincha varikotseliya kasalligida urug'ning aktivligi pasayib ketadi. Agglutinatsiyasi, agregatsiyasi spermatozoidlarning kuchayadi. Ana shu keyinchalik bepushtlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu kasallikni qancha vaqtli tashxisi qo'yilsa va qancha tez buni inobatga olib operatsiya qildirsa, shuncha yaxshi natija beradi. Varikotseliya kasalligini shu kungacha 3-4 xil davolash usullari bor, lekin davolash har doim jarrohlik usuli bilan bajariladi.